Akalar, assalomu alaykum. Bo'ronz kanalining aziz obunachilari, uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, dehqon xonadonidamiz. Qaranglarda, to'rbosh boqma buqa, injiq variantida. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlarga kiring, zo'n tomonda turing, obuna bo'lish yoki podpisatsiyani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Undan tashqari 5 bosh gigant buqalarimiz bor. Qadrdonlar, sana kuniga 18-aprel 2025-yil hafta kuniga juma Saydul ayyom, juma kuni muborak va barakatli bo'lsin. Novvoslarni qaranglar, torsillaganida. Bu novvoslar kelganiga qadrdonlar 16 oy bo'libdi, 1 yil 4 oy degani. To'g'rimi? Emlamalari qilingan shu 16 oydan beri bu Novvoy akamiz boqishyapti ekan. Boqqanga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Jonivorlarni qarang, mana qaki. Mana qaki. Suzmas ekan. So'ragan ko'zda emas, mashalloh. Eng kattasi mana shumi? Eng kattasi mana shu. Va ikkita bo'lsa ham mazza qilib qarshi boqadigan novvoslar ekanda, jonivorlar bor. Bularda 5 bosh bor ekan, 5 bosh. Narxini taroziga, tuyoqqa narxini aytamiz. Xullas kelib ustida ko'rib savdolashib olaverasizlar. Jonivorlarga torsilatib qo'yibdi boqishdi, boru. Xo'p. Ko'ringlarda, bularda ikkita olsalaring ham, xullas ikkitadan olinglar, bitta ham sotilaveradi. Qiziqqani bo'lsa, mumkin dehqon telefon qilar, mumkin olib sotarib kelar. Bilmayman, endi 3-4 so'm foydalanadiganlar keladi-da. 3-4 so'm foydalansa, inshaalloh xudo xolasa baraka bo'ladi. Mana puxlarni berishyapti ekan, mana. Pux, kepe, xullas hamma narsa bor. Xo'p, bu novvosimiz, qadrdonlar, bu novvosimiz simentalga xullas marmilyardmi yo avlikolmi, xullas smeshinni bo'lib qolgan ekan. Bular 120 plus minus, bularning bo'yi 15-18 plus minus chiqadi, mana uchalasini bo'yi. Xo'p, bularni quyug'i-suyug'i narx aytyapmiz, ko'ringlarchi. Jonivorlar orqalarini ko'ringlarchi, nima deyapti bular? Geriford, tazza Geriford ekan mana shu ham bor. Ha? Eng tozalarini olib kelganmiz. Bitta mashina biz ish qog'ozimiz ketib, mashina olganmiz. Xudoy uchun zo'r ishtahalari hammasi. Yebishi zo'r, emlamalari qilingan. Hamma yo'q bo'lgan, vitamin hamma yo'q. Mana buni qarang, mana ikkalasi ham zo'r ekan. Rosa boqadigan to'biga. Ikkovini alohida, to'rovini bitta alohida ham sotilaveradi. Qiziqqanga. Akalar qo'ra qilib qo'yib yuborib boqinglar, xudo xolasa. Mana shunaqa bo'ladi-da, kamida shunaqa bo'ladi. To'g'rimi? Kamida shunaqa bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Bularga necha puldan narx aytamiz? Bularga 25 dan narx aytildi. 25 dan narxi kami bor. Kami bor, kelishadi. 24 dan desa bo'laveradimi? 24 dan demi? 24 yarim. 24 yarim de. Bo'laveradi. Mana qarang, endi oluvchi ham so'raydi, to'g'rimi? Kim keladi, qanaqa odam keladi bilmayman. Agar telefondan rasm olib tashavering desa, musofir deylar aka. Rasm olib tashaverasiz. Plastikingiz bor, pul tashavergan. To'liq pulni o'tkazsa, keyin jo'natiladi. ha, bo'lmasa nasiyada ana ketdim, mana ketdim deganga bermang, baraka qilib qo'ymang-a do'stim. Ushab turing desa, zakolat tashlasa ushab turaverasiz. Ha, Bir 10 million zakolat tashlasa turaveradi navbasta. Bir haftami, 4 kunmi? Xullas, qadrdonlar 24 milliondan to'ralasini kami bor, savdolashib olaverasizlar. Ammo yemishlari, xotirjamligi zo'r ekan, qarang. Hammasi ko'mish qataryapti-yu. Ha, baraka toping. Hop, ko'ringlarchi jonivorlar. Endi bularni akalarini ko'rsataman. Akalarini qaranglar, jonivorlarni, akalarini. Ha, bu yerda Angus, Mickey Mouse lichkali to'rbosh qaranglar jonivorlarda. Eng kichkinasi o narigi chekkada. Adashmasam, o'sha ham 600 kiloning ustida. Adashmasam, o'sha ham 600 kiloning ustidan voz. To'g'rimi, tog'a? Xudo xolasa. Bu ham ashtaqa 600 kilo, 700 kiloga yaqin novvoslar. Mana molxonada katta yoki kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun akalar kelib ustida ko'rishlaringni taklif qilaman. Kunjara yeganmi? Nima yegan bular? Kunjara hammasi. Samarqand kunjarasi. Samarqand kunjaralaridan yegan. Pux Bulas hamma yo'q quruq yeyiladi. Jijja qonni tortilmabdi, jijja qonni tortilganda zo'r bo'lar. Ha? Ozgina boqilsa, ha? Jijja boqilgan xonasi bor hozir bular. Ozgina qonni tortilayotgan ekanda. Qochchi, mana uni qarang orqalarini. Mana o'zi kelib qolibdi mana ular bor. Mana uncha boqish kerak. Xullas mana eng kichkinasi mana shu ham akalar, qadrdonlar. Mana shu ham 600 kiloning ustida inshaalloh, xudo xolasa. Yana takansa boqaman sizlarning 5 rasini bir joyga olasizlarmi, ikkita olasizlarmi? Kelib ko'rib ustida olaverasizlar.
Xullas tirikchilik maqsadda aka-ukalar ham kelaversin, ha? Kelishamiz. Hamma yoqda kelishmagan. Nech puldan boq aytamiz? Xo'p, bunlar aka kattalarga 55 million. Kichkinalarga 50 million. 50 milliondan kami bor. Kelishamiz. So'raveradi, ha? So'raveradi aka. Endi aytilgan narx muhim bas. Ha. 16 oy boqib qo'ysa endi maza qilib ham narx aytish kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aka. Maza qilib ham narx aytib bering, bir nima qilyaptimi? Nima deysiz? Ha, bular qimmat yuradi-da. Jonivorni qarang. Ko'z emas, pul bog'lash uchun ishqibozlikka olingan lavozlar. Taroziga nech bildingiz taroziga? Taroziga 65 ming so'mdan narx keladi. Kami bor. Kelishamiz. Ha, kami bor, kelishgan xonasi bor. Xo'p, taroziga 65 mingdan kami bor, kelib xullas shunaqa. Yemog'i, chimog'i, kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman, agar 9 ovini bir joyga olaman deysa, sal yengilroq qilasizmi? Ishtirpilsan emas, 9 oviga mana bular o'zi 100 million bo'lyapti, sal kam. 98 million pul bo'lyapti mana. Endi ular ham chakana pul bo'lmaydi-da. To'g'rimi? Kichkina pul bo'lmaydi-da. Ancha-bunchasiga bas bittasi sanab berish. To'g'ri. To'g'rimi? Kelishamiz. Ahli etgan odam kelib, mana zakalatni beradi. Misol 50 million beradi, 30 million beradimi berib, falon kuni olib ketaman deb kelsa, To'g'ri aka. Misol bizga kelib, misol molimizni mol turib turadi, 50 million pulini 60 million, 70 million, 100 million mana kichkinalar o'zini pulini berib, zakolatni turib turadi deydi. Keladi, o'sha mumkin kelib, mana shu mollarni pulni sanab olib ketaman desa aka, biz baraka qilamiz. ha. Qachon to'liq bergandan keyin berasiz Ha, ularni. keyin beramiz aka. Mana shunaqa qiling. Biz naqdga sotamiz, chekka oladigan maqsad uchun, o'sha uchun qiziqqani olamiz, ana natijasini ko'ryapmiz, yomon bo'lgani yo'q. Bo'ldi. Xo'p, akalar, xullas shunaqa gaplar. Naq sotiladi akamiz buni o'zlari navay ekan. Mana jonivorni qarang mana shu. Qarang jonivor. Yaxshi ko'st emas. Ikkovi ham bu ham yaxshi ekan bular ham. Molxonada qarang ko'ryapti, bilmayman-u. Xullas kelib usta ko'ringlar, ikkita nomer, bitta nomer bering, bir dona nomer bering. Hop, 88lik. 88lik. 815 815 1596. 1596 telefon qilaveradi. Telefon qilishaveradi. 1596 shunday telefon qilasizlar. Manzilda mana Satga Kuridan o'tganlaringda, Satga Kuridan shunda mostdan tushganlaringda 10 qo'lga kirib ketgan ko'cha bor. Ha, Gilabaldodan kelsa ham bo'laveradi, ha? Ha, Gilabaldodan kelsa ham bo'laveradi. Xullas shunaqa. Lakasa Telegramdan tashlab berilaveradi. Uzoq yaqindan keladiganlar, misol Toshkentdan yo boshqa joydan keladigan aka-ukalarimiz ham bemalol kelib, mana ketyapmiz desalaring, ajab emas, to'g'rimi? O bittani o'zini olaman desalaring ham endi dehqon qiziqqan chiqadi-ku, to'g'rimi? Bitta ham sotilaveradi. Dehqondan dehqonga bo'lsa zo'r bo'ladi, nima? Biz mana mashinamiz aka dehqondan qiziqib olganmiz, ana o'sha akamizga katta rahmat, ana yomon bo'lganimiz yo'q. Baraka toping. Bozorda bitta akam o'g'limizni olganmiz, ular Sanjarbek akamdan olgan. Ha. Mana bu akaga ham ma'qul, mana yomon bo'lganimiz yo'q. Barakasini bersin. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni uchun qilaversa, aqllaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana cho'chamiz. Salomat bo'linglar.